Mana shu Dubayda bitta mashinani qidirib, bitta joyga kelasan, avtosalonga kelganingdan keyin bunaqa uzun uslubida bir dona bo'lgan Metmobilga ko'zing tushib qoladi. Xullas, qadrdonlar sotmas ekan buni galovinalar Mercedes anaqasi turibdi, krishkasi, kameralargacha turibdi. Bu to'liq ramli Batmobil, ya'ni ramli mashinadan yasagan. Adashim tushunchim bo'yicha o'sha Mercedes motorlar turibdi, adashmasam mana. Xullas, buni bitta sheyx o'zi uchun sotib olgan ekan. Bir dona ekan, Emiratda sotilmaydi, faqat o'sha do'konga, o'sha displeyga qo'ygan. Mana ko'ryapsizlar. Displeyda turibdi, 360 gradus kamera, hamma narsasigacha qo'ydirgan ekan. Mana hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Katta balonlarda turibdi, motor oldida ekan. Mana kameralargacha turibdi. Ajoyib ishlagan, orqada spoilerlar, stopnilar yuradi deyapti. Endi hozir Ramazon vaqti bo'lgani uchun zavat ham qildirtirmadik. Bir xudo xolasa kelib ko'chaga olib chiqib yorishtirib beraman mana. Kameralargacha turibdi. Xullas, o'sha bu Metmobilda o'sha kinoga, ya'ni o'sha Batmanning kinosiga yasalgan, keyin o'sha prototip mashinasini bu arab sotuvchi olib kelib, mana o'ziga qo'ydirgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Endi tushunchim bo'yicha bir dona deyapti. Ol qolmasdan iloji yo'q-da. Mana hozir Azamat ham shokda. O'zi nimaga kelganimiz ham esimizdan chiqib qoldi. O'zi anti-spektor bor ekan, o'shan keluvdi o'zi. Mashina qidirib keluvdi. Aka, oldi orqa yo'llarda kameralar ham bor ekan. Ha. Nima deb baho berasiz? Bir olib bitta Toshkentga jo'nataveramizmi? Bir xillikdan zerkan xalqlar uchun. Buni. Xullas, mana Azamat bilan esimizdan ham chiqib qoldi. O'zi nimaga kelganimiz ham esimizdan chiqib qoldi. Ana spektrga keldik, o'shani hozir ko'rsatib mijozimizga tashlab, menga mahliyo bo'lib turibmiz. Emirat aytolman, lol qoldirmasdan qo'ymaydi odamlarni. Joninglar sog' bo'lsin mana.